odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, el yurt dardiga malham bo'laylik. Hey, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, elimiz dardiga malham bo'laylik. Zulmat xonalarin yoritmoq uchun mash'al bo'la olmasak bir sham bo'laylik. Hey, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, elimiz dardiga malham bo'laylik. Dunyoda bildimki vatan yagona, tinchi bor har uy ham tilla ostona. Soyadagi guldek itoatdadir, odam o'z yurtidan bo'lsa begona. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, el yurt dardiga malham bo'laylik. Agar bo'lmay desang jahonda gumroh, qomu qarindoshdan xabar ol yo'q. Lekin ota onadan xabar olmaslik gunohlar ichida eng oliy gunoh. Birov seni bilsa, birov bilmaydi, hatto bilganlar ham parvo qilmaydi. Sen ham parvo qilmay baxt gashtini sur. Omad birda kulsa, birda kulmaydi. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, el yurt dardiga malham bo'laylik. Hey, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, elimiz dardiga malham bo'laylik. mp3lar.com Odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidan g'ami. Kafirin sho'rtan yo'lini mana tosh to'shash jarayonlari ketyapti. Qishlog'imiz aholisiga kattakon rahmat. Mana shu ishni boshida turgan Eshmirzayev Dilmurod akaga, Xolbayev Meyl akaga, Ismat bobo Ismailovga va yoshlarga kattakon rahmat. Mana ish jarayoni ketyapti. Barcha mahalladoshlarimiz ham mana shu jarayonga e'tiborsiz bo'lmasdan o'zini hissasini qo'shishni so'rab qolardik. Yuradigan yo'limiz shu. Qarshiga chiqsak ham, G'uzor chiqsak ham, boshqa joyga chiqsak ham asosiy yuradigan joyimiz shu. O'zimiz qilmasak boshqa birov hech kim bizga yordam bermaydi baribir. Sizlarga kattakon rahmat.